Assalomu alaykum, hurmatli safari qiziquvchilar. Sizlarga bugun xohlasa ona arini ya'ni sutini olamiz. Picholomyota deydi. Ana o'zi matchning молоко. Vitamin kompleksiga juda kuchli. Chunki biz hozir eski 2 yilga onarlarni olib tashlab o'rniga plotni yangi onari kuchga kirgan onari qo'ymoqchimiz. Shu hisobiga hozir tozalab olamiz. Qani, boshladikmi? Bismillah. Xo'p. Sizlarga xohlasa zo'r video bo'ladi. Ko'pchilik qiziquvchilar so'ragan onari qanday bo'ladi, paydo bo'ladi, suti nima u, shu borada qo'yamiz. Xo'p, bunga matchning tortmagan ekan, matchni tortgan bo'lsa matchni olib tashardik. Uzab qo'yamiz. Shuni bir chekana ko'rib ketaveramiz. Nega bularda onani topilmayapti desak, yaxshi, bas tutib mana. Chunki bularda lichinka yo'qligi uchun, eski lichinka bo'lmasa, bulardan tortmaydi matga. Mana. Ko'ringan bo'lsa, shuni tozalaymiz endi. Bizning qurolimiz. Xo'p, bunda birinchi mana bu lichinkani olib tashlaymiz. Lichinka kerak yo'q bizga. Lichinka kerak yo'q, sut mana. Mana shunda misqonlab kam olamiz. Lichinka kerak yo'q bizga. Lichinka tortmab, ya'ni u matga tortmoqlar bo'ylab, lekin anchagina tortibdi. Nariga ramkada juda ko'p ekan. Bismillah, olib buni solamiz. Buni solamiz. Buni yopib tashlab tekislab qo'yamiz, hech narsa bo'lmaganda. O'zlari keyin to'g'rilab olishadi. Lichinkani olib tashlaymiz. Molachkani olamiz. Xo'p. Endi suti nimaga foyda deydiganlarga, aslida bu yosh bola chaqaloq borlarga iloji boricha har kun ertalab gurgucho'pida ozginchagina gurgucho'pida shunday olib tiliga tekkizib qo'ysa, ana bu farzandingizning immuniteti juda kuchli bo'ladi. Juda zo'r bo'ladi. Xudo xolasa buni o'zi qolmadi. Joyiga qaytaramiz buni. Buni bizda olamiz qani. Kecha. Bismillah. Beroqdan qo'ramiz.
qoqish nimaga qoqyapsiz desangiz, ari ko'p lichinkani ko'rmay qolmaylik degan maqsadda qoqyapmiz. Eng zo'r narsani aytayman mana. Bismillah. Asal qarang. Alhamdulillah. Maza bo'lyapti-da. Lekin issiqni zo'r beradi-da miyaga. Oo. Sutni bir xil payt olaman, bir xil payt olmayman. Nimaga? Asalni ko'raman, lichinkani holati yaxshi bo'lsa olaman, bo'lmasam shunday buzib yopib tashlayman bo'ldi. Chunki jamlanqani qilish shart emas buni. Bu endi aslini sutni nimaga olamiz? Bir xil sotishga ham yig'sa bo'ladi, boshqa qilishga ham yig'sa bo'ladi. Aslini biz matga chiqaramiz onari. O'shaning uchun tayyorgarlik ko'rib qo'yamiz. Shu bilan morozinlikka solish kerak. Morozinlikka solib qo'yamiz. Shu bilan 1 yilgacha bemalol turaveradi. U hech qanday muammo bo'lmaydi bunda. Morozinlikda tursa aynimaydi, o'zgarmaydi, hech narsa bo'lmaydi. Hop. Bilsadir ko'rib olamizda. Endi bu tomonni ko'ramiz. Hop, bu tomonida tortib. Ko'rgan bo'lsanglar mayda lichinka mana. Iloji boricha maksimal ko'rsatishga harakat qilyapman endi. Do'stlar. Hop. Videomiz YouTube va Instagram kanallarimizga qo'yamiz, xudo xolasa. Bemalol ko'rib, endi mening qo'limdan kelgancha, men ham yosh asalarichiman, hali qo'limdan kelgancha narsani ko'rsatib borishga harakat qilyapman. Imkon darajada. Hop, keyingi oilaga o'tdik. Bismillah. Mana melim qayerda qolgan. Vaqt men izlayman, melim qayerda bo'lsa mana yana qolgan ekan. Arini o'zim chiqamat qilsam yaxshi bo'ladi. Ba'zi paytlarda endi har doim emas, endi u chiqqandan keyin kutish kerak. Tuxumga kirishiga ham 10-15 kun vaqtimiz ketib qoladi. Undan ko'ra tayyor qilib nimatga qo'ysak tezroq, chunki siz xudo xolasa o'sha boshlangan dalaga olib ketishimiz kerak yani. Hali ularni ham ko'rsataman. Asallarni yuklab paxtazorga bog'ga boramiz, xudo xolasa. Obuna bo'lib qo'ysalaring bu jarayonlarni to'liq ko'rsatib boraman, xudo xolasa. Barchasini beda ignasigacha hammasini ko'rsatib boraman. To'g'ri internetga kam video qo'yayotgandirman, lekin men o'sha nima desa bo'ladi. Mening operatorim yo'q, o'zim ba'zi payt ish ko'payib ketsa to'g'risi olishga erinman. Ish qilish kerak. Video endi ikkinchi darajada bemalol regan bo'lsa oson bo'ladi. Dastlab faqat issiq ishlaymiz, salqinda bo'lmaydigan narsalar. Ko'rinayotgan deb o'ylayman.
to'rttali tomonini tekisladik. To'g'risi toza. Xolos etib matga qo'yish jarayoni bo'ladi. Uni ko'rsataman, maşallah. Bitta ham dadam ham ustozim beradilar. Ona olib beradilar, o'shani olib joylantirib beradilar. Bu bo'yicha qisqa video tayyorlayman. Chunki asosiy vaqtimiz ishlarni qarashga o'tib ketadi. Iloji boricha shu videolar qo'yishga harakat qilaman. Buni ta'mini bilmoqchi bo'lsalaring, nima desam bo'ladi? Juda kesli, nordon. Ustun ta'mi, rosa nordon. Ay. Juda nordon narsa. Videolar ko'p bo'ladi, chunki bugun arlarni tayyorlaymiz, yashiklarni tayyorlaymiz. Xudo xolasa shu borisdan kechgacha video qo'yamiz, xudo xolasa bugun. Cho'z videolar, darsliklar, qisqa. Endi nima desa bo'ladi, tushunchani qo'yishga beramiz biz ham. Mana bu erkagari bo'ladi. Mana shu erkagari. Juda chiroyli ko'rinadi. Yaşayamaz. Da akşam seni bunu matişini topmaya bakın. İkisi topluyor, hem uçlu topluyor bakın. Hop oldu. Xudo xolasa soat 2:00'da YouTube'umizda yaqin qisqacha tushuntirib borib hammasini ko'rsatib, borib mana qilib tushuntirib boramiz. Mana bu ustun stol. Hammaga rahmat.